bitta tavsiyanomani o'zi ko'p joylarda ko'p narsani hal qilib yuboradi. Birinchi kursni boshida qabul qiladigan bo'lsangiz, 4-kursga borib siz ish qidirmaysiz. Oradan 3 yil o'tgach, aziz deyarli hech narsani eslolmaydi. Qachon sportga borasiz, qachon kitob o'qiysiz, qachon o'zingizga alohida vaqt ajratasiz. Auditoriyani oxiriga o'tib ko'rinmas bo'ladigan talaba bo'lmang. Ertaga oyligingizni anchagina oshishiga yordamchi bo'ladi. Ana endi biz siz bilan pul haqida gaplashamiz. 4 yil vaqtingizni bekorga, behudaga sarflamang. Ulardan bittasi bolalarga mental arifmetikadan dars berish. Agar siz bu videoni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, siz katta ehtimol bilan o'qishga kirgansiz. Avvalo sizni talaba bo'lganligingiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Siz video davomida shu narsalarni bilib olasiz. Agar siz mana shu 10 ta qarorni 1-kursni boshida qabul qiladigan bo'lsangiz, 4-kursga borib siz ish qidirmaysiz. Ishni o'zi sizni qidirishni boshlaydi. Va biz buni oliygohga kirgan 2 talabaning 4 yillik hikoyasi misolida sizga tushuntirib beramiz. Ularning ikkalasi ham bir xil universitetda o'qiydi, ikkalasi ham bir xil diplom oladi. Lekin 4-kursni tugatib qo'liga diplom olgan payti bittasi 3 million so'mlik ishni ham topa olmaydi, lekin ikkinchisi hali qo'liga diplom olmasdan turib katta daromadli ishni egallab bo'lgan bo'ladi. Xo'sh, nima uchun bunday bo'ldi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, buni sababini bilib olasiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, boshladik. Aynan mana shu yo'lni bosib o'tgan inson sifatida sizga beradigan birinchi maslahatim. Deylik, bitta xonada 2 ta talaba yashaydi. Birinchisi Aziz, ikkinchisi Jasur. Azizni stolning ustida 300 betlik konspekt turibdi. Azizning ko'zlari qizarib ketgan, qo'lida qahva va u sessiyaga tayyorgarlik ko'ryapti. Jasur bo'lsa, juda ham xotirjam. Chunki u har kuni darsdan keyin 20 daqiqa darslarni takrorlashga vaqt sarflagan. Eng qiziq tomoni, ikkalasi ham sessiyadan, ya'ni imtihonlardan o'tadi. Lekin oradan 3 yil o'tgach, Aziz deyarli hech narsani eslolmaydi. Jasur bo'lsa, hammasini eslaydi va sizni har bitta savolingizga tiniq va ravon javob beradi. Universitet sizdan mukammallikni talab qilmaydi, lekin u sizdan doimiylikni talab qiladi. Ish beruvchi bo'lsa, sizni fikrlashingizni baholaydi. Shunday ekan, sessiyadan sessiyagacha emas, har kuni oz-ozdan ilm olib boring. Ikkinchi maslahat. Universitetdagi eng katta dushmaningiz bu erkinlik. Maktabda sizni hamma nazorat qilardi. Universitetda bo'lsa hech kim. Endi siz erkinsiz. Xohlagan ishingizni xohlagan paytda qila olasiz. Va aynan mana shu erkinlik sabab juda ham ko'p talabalar 1-semestrni yo'qotadi. Chunki ular o'sha paytda xohlagan ishlarini qilishdi, xohlasa o'qishdi, xohlasa o'qishmadi. Lekin vaqt o'tib ketdi. Ko'z ochib yumguncha 1-semestr tugayapti. Shunday ekan, o'zingizni rejangizni tuzib chiqing. Qachon sportga borasiz, qachon kitob o'qiysiz, qachon o'zingizga alohida vaqt ajratasiz. Hammasi ketma-ketlikda yozilgan bo'lsin, soatlargacha. Agar siz vaqtingizni to'g'ri boshqara olsangiz, ertaga pulni ham bemalol boshqara olasiz. 3-maslahat. Hozir aytadigan maslahatimni deyarli hech kim qilmaydi, lekin eng ko'p samara beradigan maslahat ham aynan shu hisoblanadi. Siz auditoriyani oxiriga o'tib ko'rinmas bo'ladigan talaba bo'lmang. Siz faolroq bo'lishingiz kerak. O'qituvchini ko'ziga ko'proq ko'rinishingiz kerak. O'shaning uchun oldi qatordan tanlang, o'qituvchiga ko'proq savol bering, faolroq bo'ling. Chunki sizning qiladigan aynan mana shu ishingiz ertaga magistraturaga kirishingizda, grant yutib olishingizda va yaxshi ishga joylashishingizga juda ham katta yordam berishligi mumkin. Chunki bitta tavsiyanomani o'zi ko'p joylarda ko'p narsani hal qilib yuboradi. 4-maslahat. Diplom hammada bor, lekin ko'nikma uncha-muncha odamda topilmaydi. Siz oliygohni tugatganingizdan keyin o'zingizga bitta savol bering. Men diplomlilar orasida aynan nima bilan ajralib turaman? Ingliz tili, Excel, sun'iy intellekt, dasturlash, marketing. Bularni qaysi biri sizda bor? Agar mana shu sanab o'tilgan va boshqa zamonaviy kasblardan qaysidir birini qo'shimcha egallab olgan bo'lsangiz, siz ish beruvchilarning nazdida qolganlardan ustunroq turasiz. Shunday ekan, qo'shimcha ko'nikmalarni ham esdan chiqarmang. 5-maslahat. Videoni aynan mana shu qismini o'tkazib yubormang, chunki bitiruvchilarning juda ham ko'pchiligi mana shu xatoni takrorlashadi. Ular nima deydi bilasizmi? Men 4-kursda ish qidiraman deyshadi. Lekin bu juda ham xato. Chunki ish beruvchi sizni diplomingizni emas, sizni tajribangizga qarab ish beradi. Shuning uchun 1-kursdanoq ish qidirishga harakat qiling. Stajyor bo'ling,
Xullas, loyihalar qiling. Agar sizga pul berishmasa ham, tajriba uchun ishlashga ham rozi bo'ling. Aynan mana shu qilgan ishingiz sizga keyinchalik bir necha barobar bo'lib qaytadi. Yodingizda tuting. 6-maslahat. Ish beruvchiga faqatgina bilimli inson emas, unga yaxshi gapira oladigan, o'zini bilganini boshqalarga chiroyli qilib tushuntirib beradigan odam ham kerak. Shuning uchun omma oldida gapirishdan qo'rqmang. Prezentatsiyalar yo'qlang, sahnaga chiqishdan cho'chimang. Chunki sizni mana shu ko'nikmangiz ertaga oyligingizni anchagina oshishiga yordamchi bo'ladi. Shunday ekan, faqatgina bilim olmang, uni boshqalarga nutqingiz orqali yetkazib berishni ham o'rganing. O'z nutqingiz ustida ishlang. 7-maslahat. Juda ham ko'p katta daromadli ishlar e'lon sahifalariga joylanmaydi. Ular tanish-bilishlar orqali topiladi. Shunday ekan, siz tanish-bilish orttirishga harakat qiling. Katta kurslar bilan tanishing, o'qituvchilar bilan yaxshi muomalada bo'ling, seminarlarga, ayniqsa universitetda bo'ladigan tadbirlarga faol qatnashing. Chunki siz bugun tanishgan oddiy insoningiz ertaga sizga yaxshi ish taklif qilishi mumkin. Shunday ekan, networkingdan qochmang. 8-maslahat. Ana endi biz siz bilan pul haqida gaplashamiz. Siz universitet davridayoq o'z pulingizni ishlab topishingiz kerak bo'ladi. Xoh u 500 ming so'm bo'lsin, xoh 1 million. Lekin universitet davrida topilishi shart. Chunki agar siz universitet davrida pul ishlab topadigan bo'lsangiz, birinchi mijoz bilan qanaqa ishlash kerakligini, u sizdan nimalarni talab qiladi, xullas mijoz bilan qanaqa ishlash kerakligi, uni psixologiyasini o'rganib olasiz. Agar siz bu pullarni o'z mutaxassisligingiz orqasidan topadigan bo'lsangiz, bu yana bitta plyus. Xullas, eng asosiy shart siz pulni talabalik davridayoq topishingiz kerak bo'ladi. 9-maslahat. Eng katta xato nima bilasizmi? Bitta sohada 4 yil o'qib turib, 4 yildan keyin menga bu kasb yoqmas ekan deyish. Bunga aslo yo'l qo'ymang. O'z sohangizni birinchi kursni o'zidayoq tekshirib ko'ring. Agar siz o'qituvchi bo'ladigan bo'lsangiz, dars o'tib ko'ring. Agar muhandis bo'ladigan bo'lsangiz, loyihalar qiling. Dasturchi bo'ladigan bo'lsangiz, qanaqadir loyihani dasturlab ko'ring. Agar sizga bu yoqadigan bo'lsa, bemalol o'qishni davom ettirishingiz mumkin. Agar bu kasb sizga yoqmaydigan bo'lsa, siz bu kasbni o'zimga to'g'ri kelmas ekan deb biladigan bo'lsangiz, hali vaqt bor. Bu kasbni tashlab, boshqa kasbni o'rganishingiz, o'zingiz yaxshi ko'radigan kasbni kashf qilishingiz mumkin bo'ladi. O'shaning uchun 4 yil vaqtingizni bekorga, behudaga sarflamang. 10 va eng muhim maslahat. Diplom bu shunchaki kalit. Siz o'sha kalit bilan eshikni ochib kirgan paytingizda, eshik ortidagi ish beruvchi sizdan tajriba, ko'nikma va natija talab qiladi. Shunday ekan, siz universitetni tugatmasingizdan oldin daromad keltiradigan biror bir kasbni egallab oling. Ana endi men sizga bitta savol bilan yuzlanaman. Deylik, siz pedagogika universitetini tugatdingiz. Siz bo'lajak pedagogsiz va ertaga ish uchun ariza topshirgani keldingiz. Sizni boshqa ariza topshiruvchilardan nimangiz ajralib turadi? Ya'ni sizni boshqa bir qo'shimcha mutaxassisligingiz bormi? Ko'pchilik mana shu savolga yo'q deb javob beradi. Shuning uchun ham bugungi kunda juda ham ko'pchilik talabalar talabalik chog'ida qo'shimcha mutaxassislikni egallashmoqda. Ulardan bittasi bolalarga mental arifmetikadan dars berish. Nima uchun aynan mental arifmetika? Bu yo'nalishning bir necha afzalliklari bor. Birinchidan, siz bu kasbni talabalik chog'ingizda o'rganishingiz mumkin. Ikkinchidan, dars jadvalingizga xalaqit bermaydigan tarzda o'zingizga jadval tuzishingiz mumkin. Uchinchidan, siz bolalar bilan ishlash psixologiyasini ham o'rganib olasiz. To'rtinchidan, siz pedagog sifatida o'zingizni rivojlantirasiz. Va beshinchidan, kun kelib o'zingizni tadbirkor sifatida, ya'ni o'quv markazingizni ham ochishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz ham mental arifmetikani noldan professionallardan o'rganmoqchi bo'lsangiz, biz sizni 2018-yildan beri o'z faoliyatini yuritib kelayotgan Ustoz Pro akademiyasining noldan murabbiylikkacha deb nomlangan mental arifmetikaning onlayn va offlayn kurslariga taklif qilamiz. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, unga like bosishni unutmang. Agar videoni manfaatli deb topgan bo'lsangiz, yaqinda talaba bo'lgan do'stlaringiz bilan ulashib qo'ying va bizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni bundanda manfaatli video kontentlar kutmoqda. Xullas, salomat bo'ling.